O akalar qalay chiqyapti uyim. Ana endi keyingi bosqichga o'taversam ham bo'ladi, lekin mana bu yoq ochiq qoldi. Ustimda yomg'ir tushadi-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Yomg'ir boshga tegsa, bosh ho'l bo'lar. Yangi maqol o'ylab topdim. Qalay akalar? Kalonchi barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jo'xa va qo'lda belkurak. O belkurak o'z silkishimda qaranglar. Shamol bersa bo'lar ekan o'zimga mana shunaqa qilib. Kalonchi akalar, men yangi 71-qishloqdaman. Shu men bu yoqda qanaqadir TNT turibdi. Hammaning joyi e'tibor bermaymiz. Kalonchi akalar, ushbu qishloqda bir o'zimman hozircha, xotinim kelmagan. Ko'ryapsizlar, o'z xotinim videolarda chiqmayapti-yu. Video chiqishini xohlasanglar, voy nimalar deb tashlayapman. Mana shu oxirgi kunlarda gapiradigan gaplarimni topolmay qolyapman. Asosiy kanalimda 30 ming obunachi qilish kerak, keyin esa xotin personaj qaytadi akalar. Короче, bu yer bizda garaj akalar, chot garaj qilyapman. Men tomoniy nimadir qurib yuboraman, lekin mana bu yoq lekin takoy bo'lib yordi. No, bu yoqda mana qilib yopib yuborish kerak akalar, chunki salgina g'alati ko'rinib turibdi. Salgina emas, anchagina g'alati ko'rinyapti shekilli. Bitta qo'yamiz, bitta qo'yamiz va mana yerda bitta qo'yib yuborsak, mana akalar уже bu yoqda mana qilib chiroyli qilib qo'ysam bo'ladi mana aka. O'ta go'zallik bo'lib qoldi mana. G'alati bo'lib qoldi-ku, tugab qoldi-ku. Mayli, necha bor, lekin bir tomondan menimcha chiroyli chiqdi. Bo'ldi, короче akalar, endi uyni ichiga o'tamiz. Bu yoqda yopib qo'ysak, eshikni yopib qo'yaylik, sovuq kirmay tursin. Paka aytgancha tosh olib keldim akalar, bir ikkita tosh bilan daraxt olib keldim, sotib olib. To'g'riroq, chunki o'zim yig'ib terib o'tirganimcha sotib olganim qulayroq degan holatda, bilyat, rostdan ham вообще adashib ketyapman gapiradigan gaplarimga. Nima bo'lyapti desanglar, issiq-da akalar, ob-havo issiq, o'shanga menimcha issiq ta'sir qilyapti. E'tibor bermaysizlar, вообще e'tibor bermanglar. Umuman вообще e'tibor berib tashamanglar. Bu tomonni full yopamiz. Chunki o'rmonda ham qarab turishim kerak-ku, lekin rostdan ham o'rmonda ham qarab turishim kerak. Bu tomon full ochiq turadi. Bu tomon ham full ochiq turadi akalar. Sababini keyinroq ko'rasizlar. Hozir bu tomonlar oilalashtirib chiqamiz. O'ynalashtirib demoqchiman. Oilalashtirib deganda oila qilib tashlaydi deb o'ylamanglar. Mana aka, tako mana bu yerda oyna qilib yuboraymikan bu yerda ham. Yo'q, bu tomonda oyna qilmasammikan yoki. Oyna qilib yuborsam, lekin bitta takoy narsa bo'ladi akalar. Uyimga kimdir kelsa, ko'rsam bo'ladi mana yerdan. Kimdir kelgani ko'rinib turadi. Jabni katta qilib yuborishim kerak. Mana bu yerda bunaqa yopamiz. Bu tomonda ham xuddi mana shunaqa yopamiz. Mana shunaqa oyna qilib qo'ysam ham o'zi ko'rinadi-da kim kelsa. Akalar, menimcha tago bo'lyapti. Rostdan ham sizlarga yoqyaptimi yo'qmi, albatta kommentariyaga yozasizlar. 3 qator bo'lgani yaxshimi yoki 4 qator bo'lgani yaxshimi? Menimcha 4 qator bo'lgani yaxshi. O'shaning uchun tepaga chiqamizda bir qator qo'shib yopib yuboramiz akalar. Tak, mana ustini boshqacha stilda yopmoqchiman. Ya'ni qanaqa stil desanglar agar, hozir mana bu stilda yopmoqchiman. Mana bu shipaxonani stilida yopmoqchiman. Bu stilni bilmayman kim o'ylab topgan, qayerdan o'ylab topgan, lekin zo'r o'ylab topgan ekan. Menga ozgincha yoqib qoldi. O'shaning uchun o'sha stildan foydalanaman deyapman sizlarga. Lekin bilmayman, g'alati. Telefonim kelyapti. Qani telefon mana. Alo, eshitaman. Jo'xa, qaydasan? Uydaman. Tez bu yoqqa yetib kel, qishloqning o'rtasiga qaysidir tupoy TNT tashlab ketib, portlab ketmasa tezroq yo'q qilish kerak. Bo'pti, hozir boraman janob mer. Bo'pti, tez kel. Aha, mayli, hozir. Obbo, mayli, shu ishimni tugatib qo'y. Uy, tushib ketdim. Mayli, pastdan turib tugatsam bo'laversa kerak. Yo'q, bo'lmasa ekan. Mayli, kelib turib tugataman akalar, borib o'sha TNTlar yo'q qilib kelay. Qayoqqa yo'q qilaman qizig'i. Mayli, biror joyga olib tashlayin. Janob mer buyurdi-yu, TNTlarni yo'qot deb. Yo'qotmasak bo'lmaydi. Portlab ketadigan bo'lsa, lekin dabdala bor. Yaxshi test etiladigan narsa ekan TNT. Bor qayerdir porlatib boraymi? Hozircha emas. Akalar, keyinroq, sal keyinroq kutib tursanglar, porlatib boraman. Billa, vashshiyo akalar, mana shu uy kichkina uycha yo'l to'sar ekan, bo'lmasa dahshat qasrga o'xshab ko'rinyapti, lekin meni o'zimni ko'zimga ham. Mana bu yerdan qayerdan chiqib borganim tepaga, mana bu yerdan chiqqan ekanman. Zina qilib boraydi, chakras doim o'zi chiqib yuraman shu yerdan keyin. Takoy, endi mana bu yoqda shunday qo'yib yuboraman. Lekin mana bu yoqda boshqacharoq qilib yopish kerak akalar, chunki bir qator pasaytirib yopmasak eshik bor-da u yoqda akalar. O'shan hisobga olyapman. Osonroq usul yo'qmikan, tezroq yopishdi. Albatta bizda bitta mod bor, u moddan foydalanish uchun hamma yoq tekislab yuborish kerak. Menimcha takoy, endi mana bu yerdagi ortiqcha bloklar olib tashlab yuborsam ham bo'laveradi. Lekin bitta problema bor. U problemani ham hal qilib yuboramiz akalar. U javna katta problema emas. Ya'ni old tomonni o'sha shipaxona stilda qilib yopishimiz uchun bizga короче, oldiga chiqishim kerak. Qanday qilib bo'lsa ham uyda oldiga chiqishim kerak. Uyda oldiga chiqish menimcha biroz qiyin bo'ladi-yu. O'shani ham o'ylayapman akalar. Takoy, uyda ichi tayyor akalar. Короче, bizda lampa bor edi. Qani lampa, ikkita lampam bor. Ikkitani qanday o'rnatsam ekan? Hozir o'rtasi, uyda o'rta qismi mana shu joyga menimcha to'g'ri keladi-da. To'ppa-to'g'ri mana shu yerga kelar ekan. Buni esa mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Endi kimdir kelsa yoriq bo'lib tursin deyman-da yo'li. Yo'li yoriq bo'lsin akalar, kimdir kelsa.
Menimcha vashcha takoy bu yerga o'yna qo'yaymikin? Yo o'yna shart emasmikan? Havo toza havo kelib turadi. O'yna menimcha shart emas. Bo'ldi, shunday tursin. Pakajto. Ana endi mana bu narsalarni joylashtirib chiqish kerak. Javnaqa ko'p narsam ko'p ekan, lekin вообще joy ko'p, narsam kam akalar. Tushunyapsizlarmi? Pastda verstaym bor edi, men uyda orqasida edi. O'shani olib chiqay endi, kerak bo'lib qoladi o'zimga. Yopib yuborgan ekanman. Obbo, mayli ochib turib olamiz. Mana shu yerda qanaqadir sirli joy qilib yuborish kerak akalar. Rostdan ham dahshat joy qilib yuborsa bo'ladi. Bu yer paka ustini yopib qo'yaman. Nimadir yashirmoqchi bo'lsam, o'sha yoqqa borib yashirib qo'yaveraman. Menimcha takoy joy rostdan ham. Endi esa old qismida ishlashni boshlaymiz. Verstakni qayoqqa shu burchakka qo'yib qo'yay pakajto. Bizga yarimtalik blok kerak. Uni hammasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Keyin hammasini mana buni yarimtalik taxtaga aylantiramiz. Menimcha takoy yarimtalik taxta bilan o'sha bir qator atrofi ortiqcha yopilgan ekan. Uni ham hisobga olish kerak. Takoy taxtamiz ham bor, bir stak. Menimcha yetib qoladi. Endi uyda biqiniga qandaydir chiqib olish kerak uyda biqiniga. Birinchi mana shu yerni chopamiz akalar. Mana shu yerdan bitta chiqib olayin, keyin qaytarib yopib qo'yaveraman. Bitta taymga blok qo'yib olayin, chunki taymda blok bo'lmasa qiyin bo'ladi akalar. Endi tepaga chiqib ketamiz. Tepadan qo'yib chiqaman-da akalar. Mana bunaqa qo'yib chiqish kerak. Birinchi atrofini to'ldirib chiqaman, keyin qolgan joylarga o'tib borsam ham bo'laveradi. Lekin meni o'zimga juda ham yoqdi akalar qurayotgan uyim. Sizlarga yoqdimi yo'qmi? Kommentariy yozinglar. Uyimdan hamma yoq ko'rinadi, qishloq hamma yog'i. Nima problema bo'lyapti, kim nima qilyapti, jitellar nima qilyapti, nima qilmoqchi, hammasini bilib, sezib turaman akalar. Xo'p, ana endi bu tomoniga tegmaymiz. Bu tomon boshqacha stil bo'ladi. O'sha shifoxona stilida. Mana bu yoqni ham mana bunday qilib atrofini o'rab chiqamiz bir qator. Bu nima uchun bilasizlarmi? Yomg'ir boshimga tushmasligi uchun akalar. O'shani o'ylab chiqayapman-da. Ana endi mana uni yon tomoniga bitta-bitta qo'yib chiqamiz. Bu chiroyli ko'rinishi uchun akalar. Bu qosh deyiladi adashmasam. Kirisha qilayotgan ustalar tushunadi. Endi men usta emasman. Endi sizlar ham usta emassizlar-ku. Ustalar tushunadi faqat. O'shaning uchun biz tushunmaymiz akalar. Mana o'sha stilda bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Menimcha o'sha stil rostdan ham chiroyli stilda. O'shaning uchun shunaqa stil qilib yubordim. Shu tomondan chiqib kelganmidim. Chut adashibman bu tomondan ekan. Birinchi pastga tushib olamiz akalar. Chiqib kelgan joyimga tushib olaman. Keyin bu yoqda mana bunday qilib yopib yuboramiz. Mana buni esa tushirib yuboramiz pastga. Pastdan tushib olsam bo'ladi keyin. Menimcha uyimdan hamma yo'q tayyor akalar. O'zi tayyor bo'lmagan joyi qolmadi. Ana endi mana bu kravat-pravatlarni joylashtirish kerak. Mana shu yerga qo'ysammikan yo mana bu yerga. Bu yerga menimcha yaxshi tushmaydi. Buni qilsammikan. Mana shunday qo'yib turay pakajto. Bu tomonga qo'ysammikan yoki. To'xtaylik, o'sha tomonga o'tkazib qo'yaman. Sababi yo'q-da, qarochi mana. O'sha yerda bo'lsa quyosh tushmaydi-da. Mana bu yerda quyosh chiqib keladi, bu yerda tushmaydi. Bu yoqqa bo'lsa, bundoq chiqib kelsa, bu yoqqa nur tushadi. O'shaning uchun g'alati bo'lib qoladi. Manda stul bor. Stulda mana bu yerga stolni, bu yerga stulni qo'yamiz. Notebook albatta kanishda menga kerak bo'ladigan narsa. Mana bunaqa shkafcha bor. Bu shkafchani shu yerga qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Qani yon ustiga turadigan shkafcha. Buni qilamiz akalar. Akalar o'zi mana bu yoq bizda ish stolimiz bo'ldi. Bitta muzlatgichim bor ekan. Kakras muzdekkina ichimliklar saqlash uchun kerak bo'ladi bu narsa. Menimcha boshqa hech narsam qolmadi. Qolmabdi rostdan ham. Ana endi mana papor, kirka, bunaqa narsalarni mana shu yoqqa solib qo'ysam ham bo'laveradi. Menga vashiyada keragi yo'q akalar. Bo'ldi. Ana endi boshqa narsam yo'q-da akalar. O'zi men uyning ichini nima bilan jihozlasam bo'ladi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Uyning ichiga nima narsalar qo'ysam bo'ladi? Uy vashi bo'shab qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Ichida hech narsa yo'q. Xotin kelsa ikkitalik kravat olamizda. Bunaqasiga qo'yamizmi yo bunaqasiga ham, xullas qanaqasigadir qo'yamiz. Oyna tomonga ko'rinmaydigan qilamiz. Mana shu tomonda oynasini olib tashlaymikan yoki olib tashlash kerak, chunki g'alati bo'lib qoladi keyin xotin bilan yashaydigan bo'lsak. Oynadan kimdir qarasa, yo'q bo'lmaydi. O'shaning uchun bu tomonda oynasini yo'q qo'yamiz akalar. G'alati oyna bo'lib qolgan bu yerda o'zi. Quyosh ham shu tomondan tushadi-yu. Quyosh tushmasligi kerak bizga. Issiq bo'lib ketadi quyosh tushsa. Mana akalar, ana endi yorvarishim bo'ldi shekilli. Bo'ldi, ana endi ketdim. Yana nimadirlar bilan shug'ullanmasam bo'lmaydi. Yomon zerikib ketyapman kundan kunga.